Allah Taala müminlarni o'ziga ibodat qilishga, payg'ambar Muhammad alayhisalomga itoat qilishga buyurgan. Sahobalarning payg'ambarga itoat qilishi bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning og'zaki yoki amaliy harakati bilan ko'rsatib berishi orqali yoki sahobalarning payg'ambar alayhisalomdan so'rishi va tushunishi bilan ishga oshadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin Rasulullohga itoat qilib yashash uchun Rasulullohning sunnatini tushunishga bo'lgan ehtiyoj bakmi yuksaldi. Mana bu musulmonlarning eng chong ehtiyojlaridan biri bo'lgan Rasulullohning og'zaki yoki fe'li amalidan tarkib topgan sunnatni keyingilarga yetkazish uchun Alloh taolo kishilar orasidan bir turkum ilm ahlini tanlab chiqdi. Mana bu kishilarning biri bo'lsa, hadis sohasidagi Amirul Mu'minin. Qur'oni Karimdan qolsalar eng ishonchli kitob deb ta'riflangan Sahih Buxoriyning muallifi Imom Buxoriy rahimahullohdir. İmam Buxoriy rahimahullah hicretning 194-yili Shavvol oyining 10-chi Juma kunida Buxoroda dunyoga kelgan bo'lib, bu zotning to'liq ismi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughiradir. Imom Buxoriyning ota-onasi nihoyat taqvodor, salih kishilardan bo'lib, dadasining Imom Malik va Abdulloh ibn Muborak bilan uchrashganligi naql qilingan. Imom Buxoriyning dadasi vafot bo'lish oldida mening mollarimga haromdan yoki shubhidan kirib qolgan bir dirhammi yo'q degan ekan. Imom Buxoriydek olimlar mana shundoq dadalarning tarbiyasida yetishib chiqdi. Imom Buxoriyning onasi bo'lsa, bolasini Allohga bo'lgan muhabbat va ishonch bilan tarbiyalaydigan, o'zining har bir ibodatini Allohga xolis qiladigan taqvodor ona edi. Imom Buxoriy mana shundoq solihlar oilasida o'sib yetilayotgan kunlarning birida tuyuqsizlar uning ko'zi ko'rmas bo'lib, ama bo'lib qoladi. Onasi shundan beri Allohga yig'lab turib, yelinib duo qilib, bolasining ko'rish quvvatini qaytarib berishini so'raydi. Shu kunlarning birida bu ona tushida payg'ambarlarning otasi hisoblangan İbrahim alayhisalomni ko'rdi va İbrahim alayhisalom uningga mundoq deydi: "Ey ayol, Alloh sizning yig'lab turib qolgan duolaringizni qabul qildi. O'g'lingizning ko'zi ochildi." Ana uyqudan uyg'onganida bo'lsa, o'g'lining ko'zining ochilganligini ko'rdi va Allohga ko'p shukrlar aytdi. Shunda qilib Imom Buxoriyning onasi Allohga tashakkur aytish yo'lida o'g'lini ilm yo'liga ataydi. Imom Buxoriy shundan boshlab Qur'oni Karimni yodlaydi va 10 yoshga kirganida murattab qori bo'lib, Qur'oni Karimni yodlab bo'ladi. Alloh taolo uning qalbini ilm ma'rifatga yetayotgan bo'lib, o'z zamonasidagi ulamolarning og'zidan chiqayotgan Rasulullohning hadislariga nihoyat hirismanlik bilan qiziqqan edi. Shuningdek, hadis bilgan kishining dalili kuchli bo'lganligini tushunib yetgan Imom Buxoriy Rasulullohning hadislarini yodlash va xotirlashga boshlaydi. Imom Buxoriy 18 yoshga kirganga qadar Samarqand va uning atrofidagi barcha hadis imomlaridan dars oladi. 18 yoshga kirgan yilisi u dadasi bilan Baytullohni maqsad qilib yo'lga chiqdi. Imom Buxoriyning dadasi farz hajni ado qilish uchun Baytullohga oldirayotgan bo'lsa, Imom Buxoriy farz haj va Makka Madinadagi muhaddis ulamolar bilan uchrashishga oldirayotgan edi. Haj ibodatlari tugab, Imom Buxoriy bu muborak zaminning zamzam suvlarini qinib ichgandan keyin islom mamlakatlariga bo'lgan rasmiy safarini boshlab etdi. Basra, Kufa, Mavara an-Nahri diyorlariga safar qildi. Mundoq qilib aytganda, yer yuzida Rasulullohning hadisini biladigan bir borkan desa, uning yeniga shu hadisni xotirlab bilish uchun mangdi. Imom Buxoriy bu safarlarida Imom Ahmad ibn Hanbal bilan uchrashib, uningdan dars oladi. Alloh taolo Imom Buxoriyga oliy himmat, o'tkir aql, idrok va kuchli yodlash quvvati ato qilgan bo'lib, Imom Buxoriyning atrofidagi kishilar uningga hayron qilishadi. Imom Buxoriyning o'smirlik chog'larida saboqdoshlari uni sinab boqish uchun Imom Buxoriyga u anglab bo'lmagan 15 hadisni o'qib berdi va Imom Buxoriydan bu hadislarni asli tutib olgan yoki tutib olmaganligini so'rag'anida Imom Buxoriy u 15 hadisning bir harfini qoldirmasdan boshdan oyoqiga to'liq yodlab berdi. Xatib al-Bag'dodiy o'zining Tarixul Bag'dod degan kitobida mundoq deydi: Imom Buxoriy Bag'dodga kelgan chaqda uning ilmdagi shuhratini uzoq yaqindan anglab turgan Bag'doddagi ahli ilmlar, hadis olimlari uning ilmiy quvvatini sinab baqish uchun 100 hadisning ravilarini va matnisini bir-biriga aralashtirib 10 kishiga bo'lib berdi. Imom Buxoriy kelgandan keyin birinchi kishi o'rnidan turib ravilari va matnisi aralashtirib o'tilgan 10 hadisni o'qib berdi. Imom Buxoriy "Men bundaq hadisni bilmaydi ekanman" deb javob berdi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, hattoki eng oxirgi kishiga o'xshashlar "Men sizlar o'qigan hadislarni bilmaydi ekanman, ammo men biladigan hadis bo'lsa, bundoq" deganicha bu hadislarni o'qib bergan 10 kishining har biriga ular o'qigan har bir hadisning to'g'ri bo'lgan ravilarini va matnisini birdan o'qib berdi. Buni ko'rgan Bag'dod ahli Imom Buxoriyga qoyil bo'lishdi. Husayn ibn Muhammad as-Samarqandi mundoq deydi: Imom Buxoriyning 3 xil aloyligi bor edi. U nihoyat oz gap qiladi, chunki uning qildigan kalomi Qur'on va Rasulullohning hadisi edi. U kishilarning mol dunyosiga va boyligiga havas qilmaydi, chunki uning orzu qildigini Allohning rizosi edi.
U insonlar mashg'ul bo'ladigan ishlar bilan mashg'ul emasdi. Chunki barliq mashg'uliyati ilm bilan edi. Imom Buxoriy faqat sahih bo'lgan hadislarni to'plash uchun hadis elishdagi shartlarini nihoyat qattiq qilgan bo'lib, muhaddislar ichidagi hadis elish sharti eng kuchli bo'lgan muhaddisdir. Bir shahardan yana bir shaharga faqat bir hadisni deb borgan taqdirdimi, agar u hadisni rivoyat qilguvchi o'zi qo'ygan shartlarga tushmasa, u hadisni olmay qaytib ketadi. Agar hadis elishdagi shartlariga tushgan bo'lsa, g'usl tahorat olib, 2 rakat namoz o'qib, Allohdan o'zini to'g'riga boshishini so'rab duo qiladi. Mana shunday tirishchanlik turkisida Imom Buxoriy 16 yil vaqt sarf qilib, islom ummatiga nurg'unlagan asarlarni qoldirib ketdi. Ulardan bir qism bo'lsa, At-Tarixus Sag'ir, At-Tarixul Kabir, Ad-Du'afus Sag'ir, Ad-Du'aful Kabir va bugungi kunimizga qadar islom shariatining nurliq yulduzi bo'lib hisoblanib kelgan o'lmas asar Sahih al-Buxoriydir. Ba'zi ulamolar Imom Buxoriyning 100 ming sahih va 200 ming sahih bo'lmagan hadisni yodlaganligini aytishadi. Yana bir turkum ulamolar Imom Buxoriy amaliyotda 600 ming hadis yodlaganligini va kitobining 5 ming uzrab ketmasligini ko'zda tutib, sahih hadislardan 7 mingdan oshiq hadisni kitobiga yozganligini xotirlagan. Imom Buxoriyning ustozlarining soni 1000 dan oshadigan bo'lib, ularning hammasi ishonchli hofiz hadis olimlaridir. Shogirdlari bo'lsa taxminan 70 mingdan ortiqdir. Ularning eng mashhurlari Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Nasoiylardir. Alloh taolo Imom Buxoriyni hayotida hech qanday narsada boshqalarga muhtoj qilib boqmadi va har doim haq oldida mustahkam sabit qildi. Imom Buxoriy Buxoroga qaytib kelgandan keyin nihoyatda cho'ng ilm so'rini qurdi. Atrofiga nurg'un taliblar ilm olish uchun yig'ildi. Shu kunlarning birida Buxoro diyorining amiri imomga odam avatib, amirga Sahih Buxoriyni o'qib berishni, amirning uni Imom Buxoriyning o'zidan anglig'isi borligini aytadi. Allohning izzati bilan izzatlangan Imom Buxoriy u kishiga mundoq deydi: "Men ilmni xor qilmayman va ilmni kishilarning ishkiga qadar ko'tarib ilib bormayman. Chunki ilm opirib berilmaydi, olib ketiladi. Agar kimning ilmga hojati bo'lsa, masjidimga yoki ho'ylamga kelsin." O'zimiz haqida o'ylab boqadigan bo'lsak, bugungi kunimizda ba'zilarimizdan bir shaharning boshlig'i yoki bir davlatning raisi emas, cho'ngroq bir tashkilotning boshlig'i bir narsani talab qilib qolsa, ularning oldida paypetak bo'lib ketadi. Agar to'g'ri xato bo'lgan ba'zi talablarni o'ttirib qo'ysa, ulardan keladigan ozgina manfaatni deb ma'qul bo'lishidi. Ilm har vaqt azizdir. Alloh ilm orqali ilm sohiblarini aziz qiladi. Mana hadis ilmimi bizga mana shundoq o'z izzatini saqlagan, Allah bergen şöhretini arzimas matolarga satmagan, haq ustida ching turgan fidokor olimlar orqali yetib kelgandir. Imom Buxoriy mana shundoq aziz yashaganidek aziz va hurmatlangan holda hijratning 252-yili Ro'ziyat kechasi vafot bo'ldi. Butun islom ummati bu muborak zotning vafotiga va bu zot bilan birga ketgan ilmga qattiq qayg'urdi. Abu Amir al-Jurjani rahimahulloh Imom Buxoriyga atab tuvandagi qasidani yozdi. Alloh taolo Imom Buxoriydan rozi bo'lsin. Dunyo va oxiratdagi martabasini ustun qilsin. هو الفرق بين الهدى والعمى هو السد دون العنا والعطب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب